Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatib boruvchi hamyurtlarimiz. Bugungi obzorimiz Yadeya T5 modeli bo'ladi. Modelimizda plus tomonlarini gaplashib o'tamiz. Suhbat oxirida minus tomonlarini aytib o'taman. Obzorimiz avvalida videomizga like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanalimizning rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasiz. Bunday bo'lsa boshladik obzorimizni. Oldi oblisovkasi kelsak, bu mana shu qiyofasi patentlangan qiyofa, faqat T5 da uchraydi. Baloniga kelsak, baloni 6 qavatli vakuumli portlashga qarshi chidamli pakurushka, tig'ga qarshi chidamli. Poygachi avtomobillarda balonlari bilan sifati bir xil. 20 ming kilometr atrofida yurib bera oladi. Diskasiga kelsak, diskasi titan alyuminiy diska, zanglashga, qattiq zarbalarga chidamli. Tormozi, oldi tormoz, diskli tormoz. 100 ming marotaba tormoz berilganda ham ortiqcha shovqin vujudga kelmaydi. Ultra sokin, qarama-qarshi silindrli tormozlar. Motori 800 vatli. TTFar rekuperatsiyali tormoz. Bu tormoz tizimi tez yurar poyezdlarda ishlatiladi, u elektromagnitli deyiladi. Bir vaqtning o'zida rekuperatsiya vazifasini ham bajaradi, zaryad qaytaradi. Yurish masofasini 5% ga oshiradi, akkumulyatorni umrini uzaytiradi. Tormoz tizimi arabali, suv, loy kirmaydi. Amortizatori bir kishi boshqaradigan rejimga olsagan bo'ladi, ikki kishini ko'taradigan rejimga olsagan bo'ladi. Bu rejim ikkala amortizatorda ham bor. Yana bir narsa, bu elektromagnitli tormoz. Misol uchun peravallarda avtomobillar tog'dan tushdi, ikkinchi skor, uchinchi skorda tushadi. Bu ham shu kalotkani qizib ketmasligi uchun tormoz. O'zi tormoz ko'p bosmaysiz, o'zi gaz bermasiz, sekin pastga tushib ketaveradi. Tepaliklarga chiqishda esa motorda o'zining sensori shu sezdimi tepalikka chiqib turganini 15% quvvatni oshirib beradi. Skuter tepalikka qiynalmasdan chiqish uchun. Shunaqa funksiyalari ham bor. Faralari esa tunda 20 metrgacha yoritib bera oladi. LED faralar 5 yilgacha o'z holatini yo'qotmaydi, oksidlanmaydi. Ichkaridan, tashqaridan o'zini quritib berish funksiyalari ham bor faralarda. Bu bagaji esa 26 litr sig'imga ega. Mana bu markaziy o'chirib yoqish ключаторы. O'rindig'i. Uzoq masofa yursangiz ham, 100 km yursangiz ham charchoq sezdirmaydi. Haydovchida-da. Mana bu esa zaryadchiga o'ta baquvvat izolyatsionlik kabellar. Oqimni bir xil ta'minlab beradi. 2 barobar xizmat uzoq qilib bera oladi zaryadchiga ham. O'ta zarbalarga chidamli. Parkovka tizimi, endi bu ko'pchilik hammaga ayon. Bu xavfsizlik uchun tasodifan gaz ruchkasi bosilib ketganda skuter harakatlanmasligi uchun 3 skordan iborat. Mana birinchi skor, ikkinchi skor, uchinchi skor. Uchinchi skorda 60 gacha chiqib bera oladi. Mana bu yurgan kilometri. Mana bu esa rekuperatsiya, zaryad qaytish ko'rsatadi. Bu belgisi mana. Qaytyapti, zaryadga qaytyapti akkumulyatorga. Bunda avariyaning rejimi ham bor. Bunda avariyaning belgisi, signali, burilish chiroqlari belgilari mana tabloda. Chapga, o'ngga, parkovka, uni akkumulyatorda quvvat holati nechta qoldig'ini ko'rsatadi. Bu yerda akkumulyatorga qaytgan zaryadni ko'rsatadi. Ko'rsatkichi bu yurgan kilometrni ko'rsatadi. Bu probegi LCD ultra yupqa ekran. Kunduzi ko'rishga qiynalmaysiz. Tunda esa ko'zni qamashtirmaydi. 3 yilgacha bemalol yangidek turaveradi. Mana bu yerda chiroqlar danni bilishni qiladi. Signali
kaliti, ikkita pulti. Sandig'iga kelsak, sandig'ida ro'zg'orga u narsa olib ketsa bo'ladi bemalol. Skuterimiz kraskasi 9 ta bosqichdan o'tadigan kraska 3 yildan 5 yilgacha yomg'irda, bo'ronda, shamolda qolsa ham rangi o'zgarmaydi. Skuterimizdan foydalangan kabellar Yaponiya AVSS avtomobil sanoatida ishlatiladigan kabellar 60 soniyada olovda yoqib tursangiz ham yonmaydigan kabellar. Skuterimizning kabellari 1 million marotaba vertikal tebransa ham deformatsiya bo'lmaydi skuterimizda. Notekis yo'llarda ham foydalanishga qulay o'ta. Yadea kompaniyasini eng yutuqlarda kattasi, olisi desak ham bo'laveradi. Bu Yadea grafin 3-avlod batareyasi. Bu Yadea grafin batareyasi 1000 martadan ziyod zaryadka qilasiz. Ham oddiy skuterlardan ko'ra 2 barobar ko'proq yurib beradi. -20 gradusda ham diapazonni yo'qotmaydi. Bemalol yurib bera oladi. Normal kilometr yurib bera oladi. -20 gradusdan +55 gradusgacha normal holatda boshqarsa bo'ladi skuterni. Oddiy skuterlarda misol uchun 350 martagacha bir yilda misol uchun bitta skuterni har kuni bitta to'ldirib, ertalab kechgacha yurasiz. Zaryadga qo'yasiz. Shu rejimda har kuni misol uchun 365 kun bo'lsa, bir yilda 1 yil xizmatingizni qilib bera oladi oddiy skuterlar. Bu Yadea skuterlari bo'lsa, akkumulyatori 3 yil shu rejimda yursangiz ham bemalol undan keyin ham yurib bera oladi. Endi bu hamma har xil bo'ladi. Misol uchun bir xillar 3 kunda, 4 kunda qo'yadi. Bir xillar har kuni qo'yadi. Endi hammani yurish masofasi har xil. Shundan kelib chiqib, akkumulyatorda uzoq umr ko'rishi sababi ham o'sha haydovchiga, boshqaruvchi skuterning egasiga bog'liq. Misol uchun pala-parcha zaryadka qilmaslik kerak. 20% qo'yganda zaryadka qo'yib, yo keyin to'ldirish kerak yoki 50% qo'yganda qo'yib, nima desam bo'ladi? O'sha qoidasiga amal qilsa, bemalol normal misol uchun 3 kun 4 kun yurib 3 kun 4 kunda zaryadka qo'yadigan haydovchi 10 yil boshqarsa bo'ladi bu skuterda bemalol. Tep yurish ishlataman degan odam 3 yil 4 yil maza qilmasa bo'ladi. Ayamasdan har kuni zaryadka qo'yib shu 100 km yurib bemalol har kuni shunaqa rejimda yursa 3 yil 4 yil bemalol yurib bera oladi. 3-4 kunda zaryadka qo'yadigan haydovchi bo'lsa bemalol 10 yil bu skuterni boshqarsa bo'ladi. Yadea T5 modelimiz 6 ta akkumulyatorli 72 volt 26 amper. Narxiga kelsak $750 1 yil kafolat beriladi akkumulyatori va motor qismiga. Skuterimizning minus tomoni ham aytib o'taman dedim. Bu Yadea kompaniyasi akkumulyatorni o'zi ishlab chiqaradi. Mana Yadea yozuvi bo'ladi akkumulyatorda. Bu skuterimizning bitta minus tarafi shu akkumulyatordan minusi bo'ladi xolos. Hammasi plyusda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatib boruvchilar, biz bilan bog'lanish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.